Hozirgi kunda bizning dasturimiz Doktor Servis klinikasida o'z sinov amaliyotlarini olib bormoqda va buni bizning shifokorimiz O'ljayev Muhriddin o'g'li yo'lga qo'ygan. Buni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bu dasturimiz shifokor va bemorlarni vaqtini tejash uchun yaratilgan. Dasturda umurtqa pog'onasining bel, ko'krak va bo'yin sohalaridagi o'zgarishlarni tez va avtomatik tarzda yakuniy xulosalarini chiqarib beradi. Taklif etilayotgan yechim bu dastur orqali daykom ma'lumotlarini programma orqali o'qilishi, shifokor tomonidan patologik o'zgarishlar tanlanadi va yakuniy xulosa avtomatik ravishda hosil bo'lishini amalga oshirish hisoblanadi. Bemorlar apparatga tushib bo'lgandan so'ng ularning javobini tezlashtirish maqsadida programma orqali disk yoziladi hamda plyonka chiqariladi va xulosa ham ularning qo'liga tezda chiqarib beriladi. Rivojlantirish rejasi bosh, miya, bo'g'imlar va boshqa organlarning MRT modullarini qo'llash hisoblanadi. Bundan tashqari MRTdan tashqari KT kompyuter tomografiya modullarini ishlab chiqarish. Bunda rus tilidan tashqari o'zbek, ingliz tillarini ham bu dastur orqali chiqazib berish. Biz kelajakda kompyuter tomografiya modullarini ishlab chiqish, sun'iy intellekt orqali tasvirlarni tahlil qilish funksiyasini qo'shish va dasturga o'zbek, rus va ingliz tillarini qo'shish niyatimiz bor.